Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay işik aldığıcı berib, Aqqullarını Şərq Türkistanğa çağırmaqda. Xitay Uyğur məcburi əmgəkini və sürgününü toxtatmay icra qilish bilan birga Xitay Aqqullarını Şərq Türkistanğa yerləştirish təşviqatını və fəaliyyətlərini küçəytməkdə. Xitay təşviqat orqanı Tanrıtaq Doğru'nun xəbərində məlum bo'lishicha, Xitayning 2025 yillik ətiyoz fasillik o'lka halqib Xitay Aqqullarini Şərq Türkistanğa kirgizish faoliyati Lanzhou Tabiiy fan va sanoat fanlari universitetida boshlangan. Bu qitimqi faoliyatda atalmish Uyg'ur avtonom rayonluq ommaviy ishga o'rinlashtirish mulozimat markazi 160 dan ortiq korxona kasbiy o'rinni tashkillab, Xitoydagi 8 o'lka bevosita qarashli shahardagi oliy maktablarga berib, 2 haftaga yaqin Sharq Turkistonga chaqirish tashviqot faoliyati o'tkazishni planlagan. Təşviq qilish yig'inida Xitoyning mas'ul amaldorlari Xitoy rejimining siyosatlari natijasida Sharq Turkistonning o'zliksiz taraqqiy qilayotganligi, navbatda ko'plagan ixtisosliklarga ehtiyojli ekanligi, ularni nurg'unlagan fursat kutayotganligi haqida jar solgan. Xitoy taratqullari oldingi oyda Sharq Turkistonda tunji o'lka darajalik odam kuchi boyligi mulozimat birlashmasi ta'sis qilinganligini, mazkur organning Sharq Turkistonning ichki sirtidagi 15 odam kuchi boyligi mulozimat organi va Xitoyning Sharq Turkistondagi aloqador organlarning hamkorligida qurilganligini xabar qilgan edi va buni Xitoyning obidi xarakterlik muvaffaqiyatlaridan biri deb tashviq qilgan edi. Navbatda aloqador organlar Xitoyning oqqun yo'tkazish siyosati uchun rasmiy xizmat qilishga boshlagan. Xitoy oqqullari haqsiz uy, haqsiz yerga o'xshash yuqori ta'minotlar bilan Sharq Turkistonga turkumlab yerlashtirilayotgan bir paytda Uyg'urlar o'z yurtlaridan surgun qilinib, majburiy emgakka selinmoqda. New York vaqt gazeti axborotchilikni tekshirish idorasi va Germaniyaning bir xabar organi birlashma tekshirish orqali oldingi hafta e'lon qilgan bir maqolada Xitoy rejimining atalmish xizmat programmalariga asosan Uyg'urlarni o'z yurtlaridan Xitoy o'lkalariga ishlashga majburiy avatayotganligini, bu ahvolning ilgarigiga qaraganda texmo ig'irlashganligini ta'kidlagan edi. Amerika Suriyadagi chet el jangchilariga qaratgan pozitsiyasini o'zgartdi. Amerika hukumati yangi Suriya hukumatining necha mingga yetadigan asosliq Uyg'urlar bo'lgan chet ellik jangchilarni davlat armiyasiga qo'shishiga ma'qulligini ifodalagan bo'lib, buning ochiq-oshkora ijro qilinishini talab qilgan. Reuters agentligining 2-iyun e'lon qilgan maxsus xabarida qayd qilinishicha, Amerikaning Turkiyada turishliq bosh elchisi va yangidan Suriya vakilligiga tayinlangan Thomas Barak bu haqdagi uchurlarni oshkorlagan. U Reuters agentligining aloqador savoliga javob berib, chet ellik jangchilarning ko'pinchisining Suriyaning yangi hukumatiga intayin sodiq ekanligini, ularni davlat sistemasining ichida qoldirishning chiqarib etishdan afzal ekanligini ta'kidlagan. Bundan ilgari Trump hukumati Suriyadagi chet ellik jangchilarni umumyuzlik chekintirishni talab qilgan edi. Xabarda Donald Trumpning o'tgan oyda O'rta Sharq allarini ziyorat qilgandan keyin Amerika hukumatining Suriyaga bo'lgan pozitsiyasida keskin o'zgarish bo'lganligi, Asad davridagi Suriyaga yurgizilgan jazolarning Trump tarafidan amaldan qoldirilganligi, Trumpning Riyodda Suriyaning vaqtli prezidenti Ahmad Shar'a bilan ko'rishganligi va yaqin do'sti Thomas Barakni Suriya alohida vakili qilib tayinlaganligi qayd qilingan. Navbatda Suriyaning 3 mudofaa amaldori yangi hukumatning planiga asosan asosliqi Uyg'urlar bo'lgan taxminan 3500 chet ellik jangchini yangidan tashkillangan 84-diviziyaga qo'shib etadiganligini, bu diviziyada suriyalik askarlarning bor ekanligini oshkorlagan. Xabarda aytilishicha, Sharq Turkiston Islom partiyasining siyosiy amaldori Osman Bug'ra Reuters agentligiga yozgan javob xatida tashkilotning hozir Suriya mudofaa ministrligining huquq doirasida harakat qilayotganligini, davlat siyosatiga amal qiladiganligini, sirtqi organlar yoki guruhlar bilan munosabat saqlamaydiganligini bildirgan. Bashar Asad rejimi bultur yil oxirida og'dirilgandan keyin Ahmad Shar boshchiligidagi yangi hokimiyat sistemasida Uyg'urlarmi o'rin olgan edi. Jumladan Sharq Turkiston Islom partiyasi Sham sho'basining harbiy qo'mondoni Abdulaziz Davud Suriya davlat mudofaa ministrligining 133-diviziya generali bo'lib tayinlangan edi. Undan boshqa Abdusalom Yasin Ahmad va Mavlon Tursun Abdusamad polkovnik unvoniga erishgan edi.
Xitoy buningga inkos qaytarib, Suriya yangi hukumatining atalmish terrorlik kuchlariga zarba berishi kerakligi haqida jar solgan edi. Washingtonga joylashgan aql ambiri Washington instituti 17 aprel e'lon qilgan analiz maqolasida Uyg'urlarning Asad rejimini ag'dirishdagi rolini alohida ta'kidlagan bo'lib, Sharq Turkiston Islom partiyasining navbatda Xitoyni nishonlayotganligini, Xitoyning Afg'oniston va Suriyadagi Uyg'ur jangchilar haqidagi andisasining qattiq kuchayganligini, Xitoyning yangi Suriya hokimiyati bilan munosabatni yaxshilashga urinayotganligini bildirgan edi. Sharq Turkistonga qaytayotganlarni qanday reallik kutyotidi? Xitoy yaqinqi mezgillarda taktikasini o'zgartib, az bir qism tanlangan Uyg'urlarning chet elga chiqishiga ruxsat qilayotgan va bir qism Uyg'urlarning Sharq Turkistonga qaytishiga yeshil chiroq yoqib berayotgan bo'lib, bu orqali Sharq Turkiston vaziyatining normal holatda ekanligidek saxta ko'rinishni o'ttirg'a chiqarishga urinmoqda. Halbuki tarqalayotgan sirlardagi inchki nuqtalar irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini oshkorlamoqda. Oldingi kunlarda tarqalgan bir sinda chet eldan Sharq Turkistonga qaytgan bir Uyg'ur ayolning aerodromda tuqqanlar bilan jam bo'lgan ko'rinishlari ko'rsatilgan bo'lib, inchki nuqtalar muhojiratga Uyg'urlarning ko'zidan qochib qutula olmadi. Mazkur Uyg'ur ayol aerodromdan chiqayotganda hijoblangan holatda bo'lib, urug' tuqqanlar bilan ko'rishish jarayonida ularning ichidagi bir ayol quchoqlashib ko'rishgach, uning yig'liqini tutib, qo'liqiga bir narsalarni degan. Uyg'ur ayol darhol yig'liqini elayotgan. Bundan ilgari tarqalgan sirlardami Uyg'ur qiz ayollarining, hatto mo'maylarning kamerani ko'rganida jiddiylashib, darhol yig'liqini elayotgan ko'rinishlari tarqalgan edi. Xitoy butun tashviqot kuchini ishga solib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning turli bostirishlarning mavjud emasligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, bu xil ko'rinishlar dal aksini ko'rsatmoqda. Bulardan sirt chet eldagi bir qism Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonga qaytayotganligi kuchli tanqid qilinayotgan bo'lib, navbatdagi vaziyatda vatanga qaytishning amaliyotda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirish urinishlariga hassa qo'shish bo'ladiganligi ta'kidlanmoqda. İkinci qatimliq Rossiya-Ukraina suhbati oxirlashdi. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ikkinchi qatimliq suhbat 2-iyun Turkiyaning sohibxonligida Istanbulda o'tkazilgan bo'lib, butun dunyoning diqqati markazlashgan mazkur suhbat 1 soatga yaqin davomlashdi. Ukraina hay'atiga davlat mudofaa ministri Rustam Umarov, Rossiya hay'atiga Putinning bosh maslahatchisi Vladimir Medinsky rahbarlik qilgan. Bu 2022-yil martdan buyongi ikkinchi qatimliq suhbat bo'lib, oldingi oyda ikki taraf tunji suhbat orqali bir turkum asirlarni almashtirish haqida kelishim hosil qilgan edi. İkinci qatimliq suhbatda texmo ko'p asirlarni, xususan yosh askarlar va ig'ir yaralanganlarni almashtirish, 12 ming askarning jasadini qaytarish haqida kelishim hosil qilingan. Ammo urush to'xtatish haqida hech qanday yangilik ko'rilmagan. Navbatda Rossiya uzun muddatlik hal qilish usuli izlayotganligini, urushni vaqtli to'xtatishning haqiqiy chora emasligini ta'kidlamoqda. Ukraina bo'lsa Putinning tinchlikqa qiziqmaydiganligini ilgari surmoqda. Trump bo'lsa ikki taraf kelishim hosil qilishga qarab ilgarilamasa, Amerikaning vositachilik harakatidan chekinishga tayyor ekanligi haqida besim tushirmoqda. Reuters agentligining xabarida qayd qilinishicha, Rossiya tinchlik kelishimi uchun ikki tanlash o'ttirg'i qo'ygan bo'lib, buning birinchisi Ukrainaning Luhansk, Donetsk, Zaporizhya va Xerson rayonlaridan harbiy qismlarini to'liq chekindirish ekan. Ikkinchi tanlash bo'lsa, Ukrainaning harbiy qism o'rinlashtirish harakatini to'xtatishi va chet elning harbiy yordam, sun'iy hamroh aloqasi va sun'iy aql texnikasi ta'minlashining to'xtatilishini qabul qilish ekan. Undan boshqa Ukraina hukumati yana harbiy harakat qonunini bekor qilib, 100 kun ichida prezidentlik saylimi va parlament saylimi o'tkazishi kerak ekan. Ukrainaning kutadiğini bo'lsa, har qanday bir tinchlik kelishimidan keyin harbiy kuchiga hech qanday cheklama qo'yilmaslik, Rossiyaning besib olgan Ukraina zaminlaridagi egilik huquqini xalqaroning e'tirof qilmasligi va urush to'limiga erishish ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.